12 dekabr Xitoy Kompartiyasining Birlik saf xizmat bölimi atalmış islom hajlarini boshqarish tadbirlarini e'lon qilib, Xitoy islom jamiyatidan boshqa hech kim haj faoliyatini tashkillamaydi deb bekitgan. Bu belgilama 1 dekabrdan boshlab yo'l qo'yildi ekan. Atalmış islom haj ishlarini boshqarish tadbirlari jami 7 bob 42 modda bo'lib, uningda Xitoydagi musulmonlarning haj qilish ishlari cho'qim qonun bo'yicha olib berilishi kerakligi. Faqat Xitoy islom jamiyati Makkaga haj qilishni tashkillashdagi birdan-bir tashkilot ekanligi. Agar islom diniga e'tiqod qilgan Xitoy fuqarolari haj faoliyatiga qatnashmoqchi bo'lsa, cho'qim hukumat tomonidan tekshirilishdan o'tib tasdiqlangandan keyin Xitoy islom jamiyati tashkillagan haj faoliyatlariga tashkillik, planliq va tartibli qatnasha oladiganligi. Hech qanday tashkilot yoki shaxs ibodat faoliyatlarini tashkillamaydiganligi. Xiloflik qiluvchilarning qonun bo'yicha jazolanadiganligini ta'kidlagan. İslam haj ishlarini boshqarish tadbirlarida yana haj faoliyatiga qatnashishni xohlaydigan Xitoy fuqarolari o'z nopus tavalligidagi diniy ishlar o'rinlariga oldin tizimlash kerakligi. Qatlam tekshirishdan keyin har qaysi o'lkalik hukumat tasdiqlangan tizimlikni e'lon qilganligi. Buning ichida vatanparvarlik, qonunga rioya qilish, so'z harakatida birdek bo'lish iltimos qiluvchilarning birinchi asosli sharti qatoriga kirgizilganligi. Hajga qatnashuvchilar cho'qim Xitoy va aloqador davlatlarning qonun nizomlariga rioya qilish kerakligi hamda har darajalik hukumatlardan qattiq boshqarishni amaliyashtirishni talab qilib, atalmış qonunsiz haj faoliyatini qat'iy to'sish va diniy oshqo'llikning oldini olish qatorliqlar alohida belgilangan. Islom haj ishlarini boshqarish tadbirlari Xitoyning Davlat diniy ishlar idorasi, Xitoy diplomatiya ministerligi, Jamoat xavfsizligi ministerligi, Madaniyat va sayohat ministerligi, Davlat sayya komiteti, Tamojna bosh mahkamasi, Davlat bozorini boshqarish idorasi va Xitoy xalq avazisi bosh idorasi qatorliq 8 cho'ng ministerlik birlik tuzib e'lon qilgan. 6 dekabr Birleşken Devletler Teşkilatı turishliq 39 davlatning diplomatlari Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur musulmonlarining kishilik huquqiga daxl taruz qilganligini birlikda ayblab, Xitoyning kishilik huquqqa, bo'libmi diniy va Sharq Turkiston xalqining kishilik huquqiga hurmat qilishga chaqirgan. Navbatda texnik ko'p davlat va organlar Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkiston kishilik huquq tafsilotchiligiga qattiq ko'ngil bo'lib, Xitoyni qayta tarbiyalash lagerlarini taqashga, majburiy emgak qildirish, masjidlarni chiqish, majburiy tug'ut cheklash va boshqa diniy ziyonkashliklarni to'xtatishga chaqirgan. Chet ellik kuzatuvchilarning qarashicha, butun dunyo Uyg'ur masalasiga qarata kuchli inqos qaytarayotgan mushundaq bir paytda Xitoy hokimiyati dunyo noroziligi qilchi pisand qilmay dinga bo'lgan cheklamasini texnik yuqori ko'tarib, Pekin siyosatini chorasiz qolgan ojiz xalqqa yurgizib kelmoqda. Buning tipik misoli bo'lsa, ilgari o'zlari haj faoliyatiga boradigan son belgilab, qatlam tekshirishlardan o'tkazib, o'zlari layoqatli deganlarni haj qilib qaytgandan keyin har xil bahonalar bilan tutib jazo lageriga so'lagan.